Assalomu do'stlar. CNC kanaliga xush kelibsizlar va bugun biz bilan Nurik BC hammaga salom do'stlar va biz bilan Avazu assalomu alaykum hammaga. va do'stlar Do'stlar, bugungisi bugun- 7-qism 7-kun qadamlasam let's go. ketdik. Bola, bu qismda hozir agarot qilamiz. To'g'ri. Hamma o'zingizlar savodlimi? Albatta. Agar yo'q bo'lsa, Menga umuman lapatka yo'q. Lapatka kerak bo'lsa. ha olinglar. Mashga agarot qilamiz. Mana mashga zo'r bo'ladi, bola. Keyin ferma qilamiz. To'g'ri. Lapatka qilib oling. Biraz ben şuna kılmalıydı. Az kere yap ben. Ya bo'ldi xola. Daraxtlar ekib qo'ydi, oldin chiroyli turadi. Temir yo'q. Nima yo'q. Hozir beraman. Qilib olib keyin qaytamiz. Va mana hozir qilib berdim bolalarga. Ish boshlayveringlar. Menga Farmor sizga nima kerak? menga bo'ldi hech nima kerak emas. Shu qo'llarman ibihlik. Men oldimizdagi oyga tushib ketyapman. Ha bolalar mana ovqat topishar ekan, ovqat topayapsizlar yoki siz tekizlayapsizmi aka? Nurik ovqat topib keladi men. Qo'lni ham uradi mana bo'ldi. Yomon. Daraxtlar o'syapti. Bo'ldi Bola. Men endi. Qo'ylar tengimiz. Mana ikki qilsak. Men teklashim shu. Va bolalar video roliklar yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Do'stlar, 6-qism juda bomba aktiv bo'ldi. Hammalarga rahmat. 7-qismni ko'ryapsizlar. Like'lar bosib qo'yinglar, obuna ham bo'lib qo'yinglar. Sarmar aytgandek. Va yana 7-qismda Avazu qatnashdi. Azam Çoğunda saklanmış adam. Ama ki yazıyor işte. Öyle tutar. Ama dekoratif mi yapılıyor? Aşağıda kalayım. Taraflarda liste. Ama yana daraxtlar chiqyapti yo'limdan. Ekkani. Adam da çak. Yaman naqlyapti. Bunimiz oldida qo'ylar juda ham ko'p yuribdi. Ularda yo'ldan qo'ying. Yaqinda kamera qilamiz. Qo'ylar olgan. Juda ham ko'p qo'ylar, nima aytsalaring oldimda olib kelishim mumkin edi. Olib kelgan narsa yo'q menda. Ular yeydigan. Bo'lsa olib kelardim. Oldinda 5 ta qo'y yuribdi. Daraxt yomon kerak bo'lyapti. Chakmang. Siz daraxtni topib keling. Daraxt choping ulardan. Oqmi, qorami? Shu o'zimiz daraxtimiz bor-ku. Choping yana shu. Bunga tug'iling. Qora topyapman. Hozir daraxtlar kerak bo'ladi. Hop, chop kelar. Va yana chopyapman mana. Javob daraxtdan qilolmayman, ko'p narsa. Atrof to'sgan uchun to'sishim. Va do'stlar, aytgancha Telegram kanalimizdan bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ilkasi kommentariyada yoki opsiyada qoldirib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar Telegram kanalimizga. Azamaki hali gidyapti. Ishla. Opton bilan bo'ladi. Qo'yamiz.
Demir bilan oltinni yamiz va daraxt chopayapsizmi daraxt? Ha. Bir stak yo'q bo'ldi. Men daraxtdan chopish kerak. Oldimizda daraxtlar chopmay tursalaring, uyimiz chiroyli bo'lib turar. Barram yana qilamiz. Mana ham daraxtlar bor ekkani, yo'limdan chiqib bog'lab oldim. Bani mayli. Bu kerak. Yo'q, mana bu. Sadman qonni zotish ketibdi, hozir go'sht olib boryapman. Azam aka mana ularni tepani yopmay qo'yavering. Keyin mana ikkita etajda. Uring. Mana shundan. Mana shu qilib. O'z narsamni o'zim chiqaman. Creeper. Creeper, qochinglar. Creeper uyimizga kirib ketdi. Chiqarish kerak, mana chiqaryapman, mana. Chiqarish kerak. Baqa. Kel. Salman keling. Nariyoqqa tashlayotgan boramiz. Azam, qoching, Azam. Qoching! Mamam. Probimiz o'zda. Qoching! Yaxshi. Portlamadi, yaxshi. Oldin chiqsinda. Do'stlar, like bosinglar. Va hozir Qochib turlar. Daraxt bormi? Pastga qo'ying. daraxt bor. Nechta? Salkam 2 stak. Mana 2 stak qo'ydim. Mol go'shtim bor edi. Yo'qolib qolibdi. Mol go'shtini men yedim. O ko'pgina qo'ygandim-da, xom go'shti. 6 ta mol topdim, 6 ta go'sht chiqdi, lekin yo'q. Ajoyib. Va salma mana daraxtlar qo'yib berdim, olishingizga. Ko'radilar. Chiqamiz. O'zi kech qolib tushyapti. Bolalarga. Ferma qurishga ulgurishimiz kerak. Ertaga o bitta uxlab turibdi. Sadman nima qilay? Tezlashtirib berishdi. Siz O'ra beraymi qattiqu. verstak olib keling, boring. Tezroq iltimos. Uyimizda sandiqda 4 ta magim bor. Xolos. Bitta. Kattaroq ferma qilamiz. To'g'ri. Yaqinda xudo xohlasa kartoshka, so'zi, Qayerga qo'yay? qo'yavermashki. Mana turibman. Qattiq o'rash kerak bo'lsa, ayting, men o'rab turaman. Nimanga tashlayapsiz? Keyin Mana qo'yam keldi o'z oyog'i bilan. Mollar ham kelyapti, ko'rsanglar. mollar turib tursin. Hozir qo'yalsam kerak. Sadman, Azamjon bitta uxlab olsa yaxshi bo'ladi. Masalaring kech payt tushdi. Hozir creeperlarga yapamasdan yuriblar tezroq. Ana ko'zim Eshik hayvon keldi. Kim? Va kelinglar. Ko'ziga qaramanglar, endirmanda. Azamga chiqing tezroq. Negadir uxlamay Qochdim sezdim. Endirmen bor chunki. Sezdim qochdim. Endirmen turibga qolmasa bo'ladi. Suv topish kerak. Qani endirmen. Bo'ldi. Ketdi bola uxlaydilar.
Ketdik. Azam aka. Uxlab bo'lgandan keyin qaytamiz. Yaxshi tomonlaring bo'lib. Va do'stlar turib oldik. Yaxshi tomonlaringmi? Ha. Va ishimizni davom ettiramiz. Biz ferma qurayotgandik. Bu bet qo'llarimizni yuvib kelamiz. Men suvni oldiga boryapman mana. Salmor, azam betlarni yuvib olinglar. Ha, harakat qilamiz. Vaqt yo'q hozir. Mana betimni yuvyapman. Charchadi. Va sharsharadan mana betimni yuvib oldim, sizlar ham yuvib olinglar. Va mana ferma qilyapmiz. Uyimizni oldiga juda ham chiroyli chiqyapti. Bitmasdan turib. Bu daraxtlarimni olib bu yerga ekib taslasam chiroyli turardi. Yoniga ikki tashlab ushbu holatda. Yo'q, sal uzoqlashtirib masofa qilib ekan. Yersagan san. Asalni svenya bor, o'shani ekkani sal Menga tashavering, menga. dala qilsa yaxshi bo'lardi. Ha do'stlar, 8-qismda, 8-kunda xudo xohlasa dala qilamiz, ya'ni fermachilik. Ha, fermachilik. Hiç su kerak. Va mana salni sizga tashlayveraman. Tashavering. Paqir bo'lsa, men suv olib kelaman. Tog' tepasidan olsangiz. Bo'ldi. Shoshilma. Qani tashlayman. Bo'ldi. Olib kelaver. Azam siz nima qilyapsiz? Bet qo'lini yuvib keldim. Mana azam ham shetda. Abolamana. Cho'chqa kirib olib fermamizga. Ketaman. Sen tutqangisan. Adam. Nima kerak bizga? Kelyapsizmi? Quriyapti agar o'tlarimiz. Va mana kelyapman. Chakraveraman ishdan. Dil. Sakin. Mana shu bitta do'st kerakda shu Suvni ikki qo'ying. Ha, bitta qo'ying. topish kerak. Keyingisiga yana bitta olib keling. Bo'ldi. Va do'stlar, biz jamoa bo'lib ishlayapmiz. Shuning uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hurmat birinchi o'rinda. Hamma aka nima qilasiz? Rahmat do'stlar, 20 ta obunachidan o'tdik. Xudo xolasa 50 ta bo'lamiz. Tezroq yuring. Va qornim och, yugurolmayapman, yuryapman. Mana shu yerda shuncha suv bor ekan. Qayerga qo'yay? Mana. Bag'iga, ha. Yaxshi. Endi bering. Mana daraxtlar o'syapti, ko'rishingiz mumkin bolalar. Uyimiz oldi chiroyli, hamma yo'q bor. Suv, kon, daraxtlar, hayvonlar bor. Uyda go'sht bormi ekan, hozir Keyin yana nima bu ekkani? hop ekkanimi? Kartoshka. Kartoshkamiz yo'q. Hozir ekkan nima bor deyapsizlar? Kimyadan tashqarimi? Oddiy urug'dan tashqari. Hozir menda hech nima yo'q. Endi suv. Bitta qol. Shu narsalarni sizlarga zo'rlab beraman. Qo'yamiz. Ular kelishadi. Endi olamiz atrofidagini. Hozir mana
3tacha chiqdi. Keyin hozir mana ekib qo'yay oxirigacha. Mana agar buni tashlab ekib turaylik keyin so'zida so'z ekanmiz. Qo'ylar juda ham ko'p mollar. Ushlaydigan narsasi bo'lsa, samonlar bo'lsa yaxshi bo'lardi, olib kirib olardim. Hozir 20 ta bo'lgandan keyin qaytaman. Va mana bolalar уже 28 ta ham bo'ldi. Hozir ekamiz va Va do'stlar, Azam hozir bizga aytdi, men qishloq topgan ketaman dedi, u yerdan kartoshka, sabzi olib kelaman deb aytdi. Ketaverasizmi? Ovqat o'zi bilan oling ham. Avvaldan Ertaman qaytib keldi. Yo'qolib qolmang. Va bolalar mana aytdi. Azamaga ketyapsizmi? Oho, daraxtlar o'sishini qaranglar, daraxt bozor bo'lib ketibdi bolalar. Banka suv yo'qligi mana qilamiz va suv olish kerak. Sana orqangizdan havlamay bitta qo'y yuryapti, sizni bilmay yaxshi ko'rib oldim ekan. Suv olgani kelayapman. Nima kelyapman bundan? Men ko'ryapman endi. Bu qora baranni qaranglar. Qora ekan. Ekib tuzatamiz. Va bolalar hozir Azamaga xatasiz kelalsiz. To'g'ri ketdim. Va ikkovimiz xayrlashib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Va xayr do'stlar, bo'pti. 8-qismgacha.